Koreyadagi o'zbeklardan intervyu olib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Sizdan intervyu olsam bo'ladimi? Mayli, bemalol. Uni internetga qo'ysam bo'ladimi? Qarshi emasmisiz? Mayli, yaxshi bo'ladi. Ko'pchilik Koreyaning yaxshi tomonlarini ko'rsatadi, hammani havasini keltiradi, lekin buni orqasidagi mashaqqatni ko'rsatish kerak. Chunki Koreyada mazza qilib yuribdi, bir omadi kelib qolibdi deb havas qilib yurganlar bor, lekin qanchalik qiyinligini, Koreyada yaxshi yashash uchun qanchalik ishlash kerakligini ham ko'rsatib qo'yish kerak. Bo'ldi. Ismingiz nima va qayerdansiz? Men ismim Nodirbek, Namangan shahridanman. Koreyada ishlash siz uchun qanchalik qiyin? Endi xo'roz hamma yoqda bir xil qichqiradi. Rossiyadami, Yevropadami, Koreyadami, hech qaysi davlatda hech kim sizga yotqizib olib pul bermaydi. Harakat qilsangiz, harakatga yarasha nasibangiz olasiz. Ko'pchilik Koreya endi tugadi, qiyin bo'lib qoldi deyapti. Sizningcha bu gaplar qanchalik to'g'ri? Koreya haqida ko'pchilik har xil fikr bildiradi, lekin men shaxsiy fikrim bo'yicha Koreya o'sha. Lekin 5-6 yil oldingi Koreyaga solishtirganda ish topish ozgina muammo bo'ladi, chunki aholi ko'payapti, ishchilar ham ko'payapti, ish topishda qiyinchilik bo'ladi. Lekin shundan ham harakat qilgan eplayapti. Koreyaga kelganingizga hech afsuslanasizmi? Endi Koreyaga kelib ko'p narsaga erishdik, uylarni qurdik, mashinani oldik, uylanishga sharoit qilib qo'ydik. Lekin O'zbekistonda 10 yil, 15 yil ishlab erisha olmaydigan natijalarni Koreyaga kelib erishdik. Lekin eng katta afsuslanadigan joyim, eng katta boyligimiz, yoshligimizni Koreyaga tashlab ketdik. Shunisiga afsuslanaman. Bo'sh vaqtlarimda she'r yozib turaman. 4 qatorli she'rim bor, o'qib bersam bo'ladimi? Mayli, eshitib ko'ramiz. Musofirlar haqida. Musofirman, kulgim ichimni yorar, tunlar yurak sog'inch bilan yonar. Ona bolam desa tushimda agar, ko'zlarim jimjit yosh bilan to'lar. Koreyaga kelganingizga qancha bo'ldi? Koreyaga kelganimga 3 yildan o'tdi. Oxirgi marta O'zbekistonga qachon borib keldingiz? To'g'risi hali bormadim, lekin ota-onamni sog'indim. Noto'g'ri tushunmaysizlar, ozgina ko'nglim bo'shroq. Ya mayli, hech qisi yo'q. Musofirlarga Alloh o'zi sabr bersin. Oxirgi savolim, Koreyaga kelmoqchi bo'lgan yoshlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Koreyaga yangi kelmoqchi bo'lganlarga asosiysi tilni o'rganib kelinglar, ish topishda va yashashda qiyinchilik bo'lmaydi.